Eng arzonda sizlarga arzon narxda yaxshi Labo avtomobilni ko'rsataman. 2019-yil ekan, holati zo'r ekan, qiynalmasdan haydalgan mashina ekan. Kraskasi bitta dona mashinada pitno bor ekan. Hokamning aytishiga bo'yicha aytayapman. Rostdan ham pitno ekan, bu joylar sepilmagan ekan. O'zim detali. Xo'p, mana bu yoqlarda kraska yo'q deyapti menimcha. Xo'p, men bitta dona shtiviatinasi bor ekan. Holati zo'r, yurtigan tayyor, mana bunaqa bortli, metan gaz, 13 balon, hamma yog'i butun holat turibdi. Bemalol ko'rib tekshirib olishingiz mumkin. Salonlarni ham hamma yog'ini yangi qilib cho'tki qilib qo'yishgan ekan. Panellarni ham zo'r qilib aniq joydan porchka ochib qo'yishgan ekan. Orqaga qarashga holati zo'r ekan mashinani chiqarib yurtirgan tayyor mashina. 200 ming atrofida yurgan ekan. Salonlari ham yaxshi holat turibdi. Bemalol qilib tekshirib olishingiz mumkin. Hozirgi paytda hech qanaqa rasxoti yo'q ekan. Hop, holati yaxshi metan gazda qo'yilgan, 13 balonlari bor. Orqa tomonlari panellar qilib qo'yilgan, chiroyli Labo. Bu Laboni sizlarga eng arzonida $5100 ga beramiz, o'rgilib qolinglar, bosib tashlaylar.